Assalomu alaykum azizlar. Bugun bitta особый uyni obzor qilamiz. Polniy remontdan chiqqan ekan. O'ylaymanki hammamizga manzur bo'ladi. Mana kirishimiz bilan bu yoq garaj. Bu yoqda bo'lsa hoppa, ko'rasizlar, даже kartlar qo'yilgan joygacha akkuratni qilingan. Orzu havas qilgan ekanda, baraka topkir. Moshning. Mana bu yoqda dining, family room. Oila bilan o'tirsa bo'ladi. Mamlarga narsalar taxlab qo'yish mumkin. Bu bo'lsa oshxona. Oshxona florlari heater, mana qalinligini ko'ryapsizlar. Zo'r nimalar qo'yilgan, xolodilniklar, bunaqa smart vechkalar. Bu yoqda mana mikrovolnovka, orqada sunroomlari bor. Bu yerda bo'lsa mana family room, oila bilan o'tirsa bo'ladi. Biz tomonlarga вообще o'zimiz odamlarga juda yoqadigan qilib qurilgan. Bu yerda garderob bor mana. Hozir endi basementdan qisqacha ko'rsatib, yuqori qavat ko'rsataman. Closet, kafelda akkuratni qo'yilgan, ko'ryapsizlar. Did bilan bezatilgan. Bu yerda kladovka. Bu yerda mana og'aynilar bo'lsa maza qilib o'tirishlaringiz mumkin. Zo'r. Bobrsa, barakallah. Bu yerda yana closet. Bu yerda mana tualet dushi bilan birga. Zo'r holatda. Qoyil. Bu bo'lsa kichkina kitchenette qilingan ekan. Zo'r. Bu yerda mana laundry. Polni mana bu yoqlar hammasi kafel qilingan. Shu tomoniga besh ketdim. Bu yerda ham mana kafel. Mana bunaqa eng qimmatidan qo'yilgan, buni ham Nevian degani issiq suv beradi. Bu yoqlar hammasi kafel qilingan. Uyimiz tayyor. Просто заходи, живи deydi-ku. Mana shunaqa kirib yashaydigan. И tepada bir bedroomlik side apartment ham bor ekan. Ijaraga berib qo'yilgan, xohlasangiz bu pul olib kelib turadi. Yuqori qavatda bo'lsa 3 ta bedroom. Mana bu toza lyustra qo'yilsa, yaxshi eshik bilan dahshat. Qolgan hamma narsa tayyor. Lekin garaj bor bu yoqda. Garajni ko'ryapsizlar, kafel qilgan, polniy shidrik qilingan. Tayyor. Eshikda juda ham baland. Zo'r. Mana kiruvchilar hamma yoq kafel qilingan. Zo'r. Fasadlarga e'tibor beringlar. Moshning. И pollarni ham zo'r qo'yilgan. O'ng tomonda ikkita detskiy bo'lyapti. Bu eng kichkina xonachasi detskiy. Mana bunaqa custom closetlar. Har bittasiga mana bunaqa unitlar qo'yib chiqilgan, shunda isitish sovutish arzonroq bo'ladi. Bu bo'lsa kattaroq detskiysi. Fasadlar qilingan. Closetlar zo'r. Mana bu juda ham keng qilingan. Mana shu devorning orqasida bir bedroomlik apartmentcha bor. Xohlasangiz mana bunday eshik ochib qo'ysanglar bo'ladi. Agar kattaroq oila bo'lsa, narigi tomonda yana bir bedroom, bitta zal bo'ladi tepada. Bu bo'lsa mana общий vannamiz. Remontlarni qaranglar. Kafellarga e'tibor beringlar, qanday qilingan. Zo'r. Menga juda ham yoqdi. Juda ham yoqdi, zo'r. Bu yoqda master. Master bedroomimizda razmerlari yaxshi. Lekin mana bunaqa ayolga mana erkakka qilib ikkita closet bor, custom nimalar bilan birga. Bu masterda o'zining vannasi ham bor. Bu ham menimcha yaxshi, tayyor ish ko'ryapsizlar. Hamma narsasi akkuratni, remontdan keyin hali hech kim yashamagan. $1500 pul olib kelyapti, side apartmentchasi. Odamlarni o'zi olib kelib beryapti hozir. Xohlasanglar katta atlashlaringiz mumkin. Boya aytganday, mana bu eshik ochib, kimga qiziq bo'lsa gaplashamiz. Ishlarga omad.